Balon effekt bermaydi deb biz ko'p marta bemorlarimizga balonni tavsiya bermaymiz. Bemorimiz 98 kilo bilan bizga murojaat qilib kelgan, anamnezidan ularda oldin balon qo'ygan. Ya'ni ozish uchun har xil narsalarni qo'llab ko'rganlar. Keyinchalik bularda effekt bo'lmaganligi uchun va vazn qo'shilishi davom etayotganligi uchun kelgan. Mana ko'rsatmoqchi bo'lganimiz bemorda ajratib olingan oshqozondan chiqqan balon mana. Oxirida bizga murojaat qilib keldilar. Ko'rsatmoqchimiz mana oshqozonlari juda katta, gigant oshqozonlari. Taxminan 30-35 sm atrofida keladi. Bu oshqozonning 70% qismini tashkil qiladi. Bemorimiz mana operatsiyadan hozir chiqdilar. Agar kimda kim ortiqcha vazndan qiynalib yurgan bo'lsa, balon bu hech qanday effekt bermaydi. Bu isbotlangan. Ya'ni kuzatuvlar, tajribalar davomida isbotlanganligi uchun biz bemorlarimizga klinikamizda balon qo'yishni tavsiya bermaymiz. Chunki bemor 3 oyga bormasdan balonni olib tashlanglar deb bizga qayta murojaatlar bo'lgan. Mana ko'rsatishimiz mumkin, oshqozonlari balondan keyin kattalashib ketgan. Mana hozir bemorimizdagi ajratib olingan oshqozonning kattaligi. Taxminan bunga 2-2,5 litrdan ziyod suyuqlik ketadi. Uzuk davom eting. Rahmat.